Assalomu alaykum kvartira jamoasi kanali bilan Shahanda kanalimizga obuna bo'lmasdan tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashviqot orqali ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Kalena qishlog'iga bo'lyapti. Sabab bugun Naziraxon onajonimiz tavallud ayollar ekan, shu munosabatdan bizga yaqinlari murojaat qildi. Hamma yaqinlari nomidan onajonimizga ajoyib padaga va chiroyli qo'shiqlar bilan Husniddin Muhammad bilan birga topshirib tushgan ekan. Aka, hozir yomon yodlamiz, bor gaplar. Sizga bir mahorat. Biz ham bo'lsak aytamiz. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarga ishlarga rivoj mana Rossiyadagilarda, musofirliklarda uzoqni yaqin qilib, nomidan kelib tabriklar ketyapti. Gap yo'q ekan. Ha, sizlar bizni bir og'iz iltimosimizga yo'lmang, sizga rahmat qilamiz. Demak, qadrdonlar, uyga tashviqot uchun ekran chiqqan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki prямой telefon qilaram, xudo qolsa 24 soat aloqadamiz. Demak, uyga tashviqot qilsa, navbatdagi soni biz boshlaymiz. Mening aziz umidvarim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimdek so'g'anim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvarim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimdek so'g'anim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Vaqtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Vaqtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan hech jilmagan, allanab kunim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan hech jilmagan, allanab kunim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Onajonginam, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Vaqtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Vaqtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Rahmat. Bitta qarshi chopaylik. Avvalambor assalomu alaykum onajon. Tug'ilgan kuningizdan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tanijoningiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Jamiki farzandlaringiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga, nevaralaringiz baxtiga sog'-salomat yuravering. Bizga endi hamma farzandlaringiz murojaat qildi, hammasining nomidan kelib tug'ilganingiz bilan tabriklab, mana sovg'alarda farzandlaringiz nomidan bitta qarshilarni topshirib qo'yamiz onajonimizga. Va albatta endi tug'ilgan kun bayramimiz shirasi bo'ldi, va shirida ham onajon sizga o'pib bilan farzandlaringiz nomidan bitta qarshi chopamiz. Onajon, endi bizni jo'natgan farzandlaringizga bir ikki og'iz duo qilib qo'yasiz. Allohim Parvardigorim, hamisha sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Hammalaring sog'gina, salomatgina yuringlar. Shu meni bolalarim hammasi menga shunaqa niyatlarni qilishibdi. Allohim nima niyatda qilishgan bo'lsa, nima maqsadda qilishgan bo'lsa, murodi maqsadiga yetkazsin. Allohim qo'shganlari bilan qo'sha qarisin, uzoq umr bersin, keng rizq bersin. Allohim ketmas saodatlarni bersin. Umrlariga umr bersin, rizqlariga rizq bersin. Qo'shganlari bilan qo'sha ularni baxtiga hammamiz sog' bo'lib, salomat bo'lib yuraylik. Allohim baxtimga to'ra ammam ham sog' bo'lib, salomat bo'lib yursin. Ukalarim sog' bo'lib, salomat bo'lib yursin. Hamma jigarga o'shalarim ona tomonimdan 7 pushti 70 pushtim bo'lsin. Ota tomonimdan 7 pushti 70 pushtim bilan sog' bo'lib, salomat bo'lib yuraylik. Allohim hammasini umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Birinchi o'rinda zamonimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Allohim yurtimizga ko'z tegmasin. Hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lib yurishlikka Alloh nasib qilsin. Sizlarni ham tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Nima maqsadlaringiz, nima niyatlaringiz bo'lsa, murodi maqsadlaringizga yetib sog' bo'lib, salomat bo'lib. Alloh aytgan sog' bo'lib qo'yamiz va albatta onajon sovg'alamiz hali tugagani yo'q. Endi ham chiroyli sovg'amiz bor. Buning uchun endi ko'zingizni yumib turasiz. Ko'zingizni yurak baquvvatmish qilib katta sovg'alar ko'taramiz. Qani ko'zingizni yumib turasiz endi. Yuring. Baxtga yumib turasiz ko'zingizni. Qani tayyormisiz? Yuring. 1 2 3
Nasıllar? Kızlar nasıllar? Ganimetim, amanatım, anacan, ganimetim, aşağıdandım, aleyküm dost almadım, ah güngülü bir kara göz tapmadım, şamallarga savurdim gül sözlerini, lekin sizga bir shirin so'z topmadim, şamallarga savurdim gül sözlerini, ganimetim, amanatım, anacan, ganimetim, amanatım, anacan, ganimetim, amanatım, anacan, ganimetim, amanatım, anacan. Ver rahmat. Anajon xursandmisiz? Sizni xursand qilib biz ham xursandmiz. Biz davom etamiz. Endi yaqinlardan ham bir ikki og'iz onajonga tabrik beringlar bo'lsa, qani yosh kattalardan boshlab eshitamiz. Keyin kimdan boshlaymiz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazina atamanna va saqqanna va ja'alna minal muslimin. Allohim o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Shu kunlarni ko'rsatganingga behisob yosh kunlar bo'lsin. Seni yaxshi ko'ramiz Allohjonim. Sen o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin Parvardigor. Ey Rabbim Alloh, nashi qizi chiroyli qilib mashaqa qilmalarni ko'plarni rahmat. O'zidan ko'payib salomat bo'lsin. Mana bolalarim ham tanijoni sog' bo'lsin. Hammani mana shunaqa qilib borib, mana shunaqa chiroyli kunlarida rasmga olib, xursandchilik qilsin Allohim. O'zingga behisob yosh kunlar bo'lsin. Bolalarim ham baxtli, taqli bo'lsin. O'zlaridan ko'payibdimi? Tinchib sog' salomat bo'lsin. Ilohi amin. Allohumma rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar. Allohu akbar. Rahmat hojon. Sog' bo'lsa farzandlarga so'z navbatini. Qani opajon o'zingizdan ham ikki og'iz. Assalomu alaykum, hammalaring xush kelibsizlar xonadonimizga. Onamiz shunday ulug' kun bilan tabriklayman. Doim baxtimga sog' salomat yursin. Ilohim hojilarga borish menga nasib qilsin. Ilohim bundan buyon hojilarga boray. Inshaalloh. Ilohim baxtimga doim sog' yursin. Rahmat. Hasangilar. Mani ham Ana. Assalomu alaykum. Onajon, siz ham o'yinglardan tabriklaymiz. Onajon sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Siz ham yoshlarning ko'pini ko'ring. Xudo xohlasa shu yuzdagi yubileylar qiling. Qadorimizdan kam bo'lmay hammamiz borib shunaqa qilishamiz. Nima yaxshi niyatlaring bo'lsa, niyatlaringga yetinglar. Omadlaringni bersin. Allohim shunday hammani yuragiga shirindan shakar nimalarni, tilaklarni bildirdilaring. Sizlarga ham shunday qilib bola chaqalaring izzat, hurmat qilib, mana shu oliy darajaga yetishliklarni Alloh o'zi nasib qilsin. Alloh. Tabriklar qo'shishdik. Endi esa esdan o'chirasdan tushamiz navbat fotosessiyaga. Onajon bir bor tabriklaymiz, bilan sog' bo'ling deb qolamiz va albatta shunaqa xursandchilik kunlarga o'yin kulgilar yarashadi. Endi hamma onajonlarimizni davraga taklif etamiz. Davralarda o'ynasin. Marhamat. Davlat başındaki taç, alalınke yerlerdi kıraç. Davlat başındaki taç, alalınke yerlerdi kıraç. Parişlemek yayıp kırık kulaç, davralarında oynasın anan. Parişlemek yayıp kırık kulaç, davralarında
onam farzandlarim dardiga dardosh bo'lib nabiralar to'yida bosh tosh bo'lib farzandlaringiz yuz yoshga kirganda o'ynab yuring 120 yosh bo'lib asal onam shakar onam qand onam o'g'il qizga mehrisi payvand onam asal onam shakar onam qand onam bugun nabiralar bilan band onam sizlarda o'ynagan yo'qolgancha dard ko'rmasin deb qolamiz. Onajon yana bir bora tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tan joyingiz sog' bo'lsin. Har kuni shunaqa yaxshi kunlarga boy bo'lsin deb qolamiz. kunimiz shunaqa. Ilohim, endi bizga kecha duo berasiz, biz qaytamiz. Qani? Endi sen qil. Seni duoing o'tadi bizga. Oy, Allohim parvardigorim. Huzurda tanjonlaring sog' bo'lsin. Umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lib yuring. Umrlaringga umr bersin, rizqlaringga rizq bersin. Allohim tanjonlaringni sog' qilsin. Qo'shganlaring bilan qo'shaqarlar. Ishlaring rivoji komil. Ishlaringni rivojini bersin, tanjonlaring sog' bo'lsin. Hamisha mana shunaqa qilib elda duosini olib sog'lom salomat bo'ling. Nima maqsadlaring, nima niyatlaring bo'lsa, murodi maqsadlaringga yetinglar. Allohim rahmatgorim. Ham ko'rmanglar, dard ko'rmanglar. Hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lib yurishlar. Alloh akbar. Aytganingiz rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi keltiramiz endi. Qani bola ko'rlar shunaqa bir yuqori kayfiyatda afsuski navbatdagi tashviqamiz ham o'z poyoniga yetdi. O'ylaymizki biz ijodga insonlar va biz tomosha qilgan insonlar sizlarga ham yo'q degan umiddamiz. Agar qanaqadir konkurslar bo'ladigan bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Shu videoga bemalol layklarni anglatib va albatta yaqinda ijod qo'yishni chiqmasa uyga tashviq qilish uchun ekran turgan nomeriga bemalol Telegram, imo, WhatsApp yoki prямой telefon qilib, xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, hammaga rahmat.